Assalomu alaykum, hurmatli fermerlar, dehqonlar. Bugun biz yana sarimsoq ekin maydonidamiz. Bugun 6 oktyabr 2025-yil. Bu maydonga 2-3 kundan beri sarqatnov bo'lib qolganmiz. Hop, bu ekin maydoniga nimaga kelyapmiz? Birinchi navbatda ekin maydoniga trip zarar kunandasi tushib ketgan. Undan keyin shira zarar kunandasi tushib ketgan. Shu bilan birgalikda kuzgi turlanma kapalliklari faol uchishni boshlayapti. Undan tashqari o'sha piyoz kuya kapalligi deyiladi. O'sha piyoz kuya kapalligi sarimsoq ekin maydonida ham faol uchishni boshlaganligi uchun eng avvalo kasallik va zararkunandalardan himoya qilish maqsadida bu ekin maydoni, sarimsoq ekin maydonimizga tez kelib xabar olib turibmiz. Bugun kecha bizni zararkunandalarga qarshi kurashgan bo'lsak, bugun bizni o'sha hozirgi kunda sarimsoq ekin maydonlarida jiddiy xavf solayotgan va ko'pchilik ekin maydonlarga jiddiy kasallik keltirayotgan o'sha bakterial kasallikka qarshi profilaktik tadbirlarni amalga oshirdik. Bu uchun biz o'sha biopreparatlardan foydalandik. Eng avvalo biopreparatlarni birma-bir nomma-nom sanab o'tib ketaman. Xo'p, biz eng avvalo Argamiki S preparatini sepdik. Bu o'sha biofungitsid bo'lib hisoblanadi. Bu biofungitsid tarkibida Bacillus aeruginosus bakteriyasi bor. Xo'p, mana shu bakteriya ekinni har qanaqa kasalliklardan, bakterial va zamburug'li kasalliklardan himoya qilib turadi. Profilaktik tadbir sifatida ishlatsa juda yaxshi samara beradi. Shuning uchun biz uni ustidan sepdik. Shu bilan birgalikda o'sha Argamiki S preparatidagi ichidagi mikroorganizm, bakteriya tuproq ostida ekinlarni ham himoya qilib turadi. Tuproq yer ostidagi kasalliklardan ham himoya qilib turadi ekin ildizining atrofini. Shu bilan birgalikda o'sha ustki poya qismini ham profilaktik tadbir sifatida himoya qilib turadi. Xo'p, undan tashqari tuproqlarimiz uchun Argamiki F preparatini sepdik. Bu tuproqdagi bor kasalliklarni o'ldirib tozalashligini maqsad qildik. Shu uchun ham o'sha Argamiki F preparatimizni sepdik. Bu Argamiki F preparatimizni tarkibidagi o'sha ishlaydigan mikroorganizmni zamburug' bo'lib hisoblanadi. Bu zamburug' Trichoderma aspirillum bo'lganligi uchun o'sha Trichoderma aspirillum agressiv tuproqdagi o'sha tuproq ostidagi barcha yerda saqlanib qolgan barcha bakteriya va zamburug'larni o'ldirib tozalab, o'sha ekin ildizlarining atrofidagi barcha patogen zamburug'larni hammasini o'ldirib tozalaganligi uchun shuni sepib profilaktik chora sifatida qo'lladik. Undan tashqari biz yana ikkita bio o'g'itlardan foydalandik, mikrobiologik o'g'itlardan foydalandik. O'sha azotni o'zlashtiradigan, havodagi azotni o'zlashtiradigan Arganit N preparatimizni qo'lladik. Bu Arganit N preparatimizni asosida Azospirillum zeya degan bakteriya bor. O'sha havodagi azotni ko'pchiligiga ma'lum, o'sha havoni tarkibida etil 22-23 atrofida kislorod bo'lsa, qolgan bir 78% azot va shunga mos ravishda yana boshqa gazlar bor. O'sha havodagi azotni o'zlashtirish maqsadida biz o'sha Arganit N preparatini sepdik. Bu tuproq ostiga tushib, ildiz atrofiga yig'ilib oladi. Azospirillum zeya bakteriyasi bu havodagi azotni ekin ildiziga o'zlashtiradigan formaga o'tkazib, ekinni muntazam ravishda azot bilan ta'minlab turadi. Xo'p, shu bilan birgalikda Arganit P preparatimizni sepdik. Tarkibi asosi Bacillus megaterium degan bakteriya. Bu bakteriya shu darajada yaxshi bakteraki, menga agronom sifatida menga yoqadigan jihati shuki, bu nafaqat tuproq ostida o'zlashtira olmayotgan fosfor, kaliy o'g'itlarini o'zlashtirishga, ekin uchun o'zlashtirishga yordam beradi. Shu bilan birgalikda yana shunaqa xususiyati borki, bu etilik ekinni immun tizimini ko'taradigan xususiyatlari ham bor. Shuning uchun ham o'sha Arganit P preparatini qo'shib sepdik. 5lik jamlama sifatida sepdik. Xo'p, bu bakteriya o'sha etilik tuproq ekinni ildizining atrofiga joylashib oladi. Tuproqqa sepilganda ekin ildizini joylashib olgandan keyin yerdagi o'zlashtira olmayotgan formadagi fosfor bilan kaliyni o'zlashtirishga yordam beradi.
shu jihatdan ham o'simlik qachonki o'sha fosforga, kaliyga bo'lgan talabi, shu bilan birgalikda o'sha azotga bo'lgan talabini shu aytib o'tgan ikkita mikrobiologik o'g'itlarimiz yetkazib turadi. Shuning uchun ham sepib qo'ydik. Bu misol uchun ertaga qishga kirib ketyapmiz. Qishga kirib ketayotganimizda har qanaqa holat bo'ladi. Misol uchun aytaylik, yerlar nam bo'ladi-ku, biz ekin maydoniga kira olmaymiz. Ekinni azotga talabi bo'lib qolishi mumkin. Shu bilan birgalikda fosfor kaliyga talabi bo'lib qolishi mumkin. O'shanga nisbatan yetkazib ekinni qornini to'g'izib turadi. Ekin o'sha o'zini talabini yetkazib berib turadi. Xo'p, undan tashqari bizni bioinsektisid sepdik. Bacillus beta preparatini sepdik. Bu nima sababdan sepdik? Biz kapalaklar faol aktiv uchayotganligi uchun tuproq ostida ildizni kesib yeydigan, ildiz bilan oziqlanadigan o'sha kuzgi tullanma qurtlarini dan himoya qilish uchun o'sha Bacillus beta preparatimizni sepdik, bioinsektisidimizni sepdik. Bu o'sha tuproq ostida tuproqqa joylashib oladi. Undan tashqari ekinning ustki qismida qolganligi uchun ekinning ustki qismidan ham zarar kunanda kelib yeganda o'sha Bacillus thuringiensis o'sha Bacillus beta preparatimiz asosi Bacillus thuringiensis bakteriyasi bo'lib hisoblanadi. O'sha Bacillus thuringiensis bakteriyasi o'sha zarar kunandani ichiga kirib, ichidan zaharlab shu o'zidan toksin chiqaradi. Bakteriya shu zaharlab o'ldiradi. Shuning uchun ham berdik. Undan tashqari o'sha tuproqdan ildizni atrofida zarar kunandalarni dan himoya qilish uchun ham berdik. Shu bilan birgalikda o'sha yer tagida qishlovchi, qishda yer tagiga kirib ketadigan bakteriyalardan, zarar kunandalardan himoya qilish uchun ham o'sha biza Bacillus beta preparatimizni sepib o'tdik. Hop, asosan bilan ko'rdik. O'simliklarni oldindan profilaktik tadbir sifatida kimyoviy kurash chorasini qo'llamadik, biopreparatlardan foydalandik. Endi biopreparatlar imkoniyatlari kengligini, kattaligini bilganligimiz uchun, hisobga olganligimiz uchun ham kasallik tushmasdan turib, oldindan profilaktik tadbir sifatida ishga tushirdik o'rtoqlar. Bizani kuzatishda davom etinglar. O'sha biopreparatlarimizni kelajakdagi ta'sirlari, kelajakdagi qilib berayotgan vazifalarni ham o'rtoqlashib boramiz. Agar videolarimiz foydali bo'ladigan bo'lsa, o'sha yaqin tanishinglarga jo'natib qo'yinglar. Chesnok yo'qmasa o'sha sarimsoq ekkan yo'qmasa piyoz ekkan yaqin dehqon tanishinglarga jo'natib qo'yinglar. Ular ham shu videolarimizdan manfaat olishsin. Xo'p, videolarimiz yoqqan bo'lsa, bitta like-larni ayamaysizlar. Bizani kuzatishda davom etinglar. Yana ham foydali, manfaatli videolarni sizlarga, video ma'lumotlarni sizlarga e'tiboringizga havola qilib turamiz.